Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Malayziyadagi bir haftalik ziyoratini oxirlashtirib, Amerikaga qaytib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat apandim bu munosabat bilan istansimiz qilgan so'zida qurultay hay'atining bu qitimqi Malayziya ziyoratidan intayin muvaffaqiyatli o'tganligini, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Malayziyaning har qaysi sohalarining kuchli diqqatini qo'zg'alligini ifoda qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ijroiya komitetining raisi Ömer Qanat, Qurultay Ishki ishlar komitetining mudiri Baxtiyor Bo'ra, Qurultay muhojirlar komitetining muavin mudiri Mehmet Chalabchi va Avstraliya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Gulmira Zununlarni tarkib topgan qurultay hay'ati 22 fevral kuni Kuala Lumpurga yetib kelib Malayziya ziyoratini boshlagan va bir haftalik ziyorati jarayonida Malayziya parlamenti raisi Jawhari Abdul, zamonaviy Malayziyaning otasi deb atalgan Malayziyaning sobiq bosh ministri, mashhur va tajribali siyosatchi Dr. Mahathir Mohamad, Malayziyadagi Amanah partiyasining rahbarlari, Islom partiyasi muavin raisi va parlament a'zolari, Milliy ittifoq partiyasining tashqi ishlarga mas'ul rahbarlari va bir qism ommaviy tashkilotlarning mas'ullari bilan uchrashish ilib berib, ular bilan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Malayziya parlamenti va hukumatiga qandoq e'tirof qildirish va bu jihatda Malayziya xalqini qandoq safarbarlikka keltirish masalasi haqida konkret muzokara ilib borgan edi. Qurultay hay'ati Malayziyada ziyorat ilib berayotgan kunlarda Ömer Qanat apandi yozgan Uyg'urlarga qarta sodir qilinayotgan jinoyatni to'xtatish uchun Malayziya nimalarni qilib bera oladi mavzuliq maqolasi Malayziya Keni nomli Tor gazetida e'lon qilingan va Malayziyaning har qaysi sohalarida kuchli ta'sir qo'zg'agan edi. Ömer Qanat apandi qurultay hay'atining Malayziya hukumati, parlamenti va siyosiy partiya mas'ullariga sungan talablari to'g'risida ma'lumot berib, mundaq dedi: Biz Uyg'ur masalasini Malayziya parlamentida o'ttirib qo'yish, lager shohidlarimizning lagerlardagi ichinishlik ahvolini Malayziya parlamentida anglitishga fursat yaratib berish, Xitoy hukumat rahbarlari bilan bo'lgan uchrashishlarda Uyg'ur masalasini o'ttirib qo'yishi, Malayziya parlamentida bir Uyg'ur do'stlik guruhi qurishni talab qildi. Ömer Qanat apandi yana Malayziyaning Uyg'ur masalasini islom dunyosiga elib chiqish qatorliq masalalarni o'ttirib qo'yganligini bildirib, mundaq dedi: Biz Malayziyaning BDT'da Uyg'ur da'vosi to'g'riliq o'ttirib qo'yilgan takliflarni qo'llashi va boshqa musulmon davlatlarning bu jihatdan rag'batlantirishini, demokratik 10 davlatga o'xshash Malayziyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilishini, shundaqla Malayziyada va dunyoning boshqa joylarida xavf ostida qolgan Uyg'ur muhojirlarga yordam qilishi va xotirjam bir davlatga o'tkilishiga yordam berishini talab qildik. Ömer Qanat apandi o'zlarining Malayziya hukumati, Malayziya parlamentidagi har qaysi siyosiy partiya mas'ullari va parlament a'zolarining qurultay hay'ati sungan yuqorqi talablarga ijobiy javob berganligini bildirdi. U mundaq dedi: Biz ko'rishgan Milliy ittifoq va Islom partiyasining parlament a'zolari bo'lsa, Uyg'ur masalasining parlamentda muzokara qilinishini amalga oshirish uchun qo'llaridan kelganini qilmoqchi bo'layotganligini va Malayziyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Uyg'ur masalasi to'g'riliq aktiv rol o'ynash uchun tashviqot qilmoqchi ekanligini bayon qildi. Biz bilan suhbat yig'ini o'tkazgan bir qism partiya mas'ullari Malayziya parlamentida bir Uyg'ur do'stlik guruhi qurishni o'ylayotganligini aytdi. Bularning hammasi degidek masalani hal qilish uchun asosan Birlashgan Davlatlar Tashkilotida va Islom davlatlari tashkilotidagi xalqaro sorunlarda Uyg'ur masalasining o'ttirib qo'yilishining muhim ekanligini ta'kidlashdi. Xitoy Mamlakatlik siyosiy maslahat kengashining raisi Wang Yang 4 mart kuni Beyjingda boshlangan siyosiy kengashining mamlakatlik yig'inida xizmat doklati berib, Amerika bilan Yevropaning Tayvan, Hong Kong va Sharq Turkistonga munosabatli qonunlarga qarta Xitoyning egilik huquqini qat'iy qo'g'daydiganligini bildirgan. Wang Yang Xitoy Mamlakatlik siyosiy kengashining raislik vazifasini o'tgan 5 yilda Xitoy Kompartiyasi Markaziy Shinjang xizmati rahbarlik guruhining mas'uli bo'lish sifatida G'arb davlatlari tomonidan Sharq Turkistondagi qabihliklarga javobgar deb qaralgan Xitoy rahbarlarining biridan iborat. Tayvan Markaziy axborot agentligining xabar qilishicha, Wang Yang xizmat dokladida Xitoyning Tayvan, Hong Kong va Uyg'urlar masalasidagi maydonni qayta ta'kidlab, Amerikaning chiqargan qonunlarini Amerika va Yevropaning Tayvanga, Hong Kongga va Shinjongga munosabatli o'ydirma qonunlari deb atab, bularga va sobiq Amerika Kengash palata raisi Nancy Pelosining Tayvanni ziyorat qilish qatorliqlarga qarta qattiq ifoda bildirgan. U Xitoyning egilik huquqi, bexatarligi va taraqqiyot manfaatini qat'iy qo'g'daydiganligini aytgan. Xitoyning bu navbatlik mamlakatlik siyosiy maslahat kengashining yig'inida atalmış Uyg'ur avtonom rayonidan jami 36 vakil qatnashgan bo'lib, ularning yig'inda o'ttirib qo'ygan taklif fikrlarining ko'pinchisi Shinjongni madaniyat bilan oziqlantirish, Shinjongda Junxo millati o'rtaq engini shakllantirishga munosabatli masalalar bo'lgan.
Шинжаң гезитінің xabarda ko'rsatilishicha, Шинжаң vakili Dilnor Abdulla hukumat xizmati dokladini maqtab, bu dokladda kishilarning ma'naviy va madaniyat turmushini beyitish tilga ilinganligi, bu kishilarning ma'naviy kuchini oshiradigan, Шинжаңni madaniyat bilan oziqlantirishga aktiv to'kib qo'shadigan texmi esil asarlarni barliq keltiradiganligini aytgan. Halbuki, chet el tədqiqatçılarının qayd qilishicha, Xitoy o'ttirib qo'ygan atalmish Шинжаңni madaniyat bilan oziqlantirish qurilishi Xitoyning Sharq Turkistonni xitoylashtirish harakatining bir parchasidan iborat. Xitoy hukumatining Qashqar universitetining muavin mudiri Zulayat Ismoilga buyurtib yozdurgan va yaqinda Xitoy xabarlari to'g'rida e'lon qilingan Шинжаңning kishilik huquq ahvoli to'g'riliq fikr qilishga kim eng haqliq nomli maqola chet ellardagi Uyg'urlarning qattiq noroziligini qo'zg'adi. Qonun doktori, professor, doktor yetakchisi degandek unvonlarga ega Zulayat Ismoil Qashqar universitetining muavin mudirligidan boshqa yana Шинжаң universiteti Junxo millatlari o'rtaq gavdasi engini mustahkamlash tadqiqot bazasining bosh mutaxassisi vazifasini o'tayotgan bo'lib, uning nomida e'lon qilingan mazkur maqola asos jihatdan 2022 yili 31 avgust kuni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilingan dokladga qarshi yozilgan. Zulayat Ismoil bu maqolasida Amerika boshchiligidagi g'arb davlatlarini ayblab, ular Шинжаңning ishlariga kirishilib, bir qator yolg'onlarni so'zlab, bu rayondagi kishilik huquq natijalarini yo'qqa chiqarmoqchi bo'lgan. Шинжаңdagi har millat xalqlar o'zlarining kishilik huquq ahvolining qandoqligini eng yaxshi biladi. Ular bu haqda gap qilishga eng loyiq deb yozgan. Zulayat Ismoil bu maqolasida g'arb davlatlarining Uyg'ur rayoni haqida hech nima bilmaydiganligi, sho'ng kishilik huquq ahvoli to'g'riliq fikr bayon qila olmaydiganligi, faqat shu yerda yashayotganlarningla buningga eng loyiq ekanligini o'ttirib qo'ymoqchi bo'lgan. Zulayat Ismoil maqolasida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarligi tomonidan Uyg'ur vaziyati haqida e'lon qilingan dokladga qarata mundaq deb yozgan. Atalmish dokladda Шинжаңdagi millatlarning madaniyat aloqasi Xitoy madaniyatining hujumi deb haqoratlangan. Madaniyat hujumi degan bir davlat yoki millatning yana bir davlat yoki millatning madaniyatini o'zgartirish orqali ularning bo'ysundirish qilmishini ko'rsatadi. Amaliyotda Шинжаңdagi har millatning madaniyati o'zgartirilmadi, balki qo'g'dinish va tarqatilish imkoniyatiga erishdi degan. Zulayat Ismoil bu yerda Шинжаң Uyg'ur avtonom rayoni g'ayri-moddiy madaniyat meroslarini qo'g'dash qonuni deganda qonunlarni misol keltirib, oz sonliq millatlarning tarixiy asarlarining mamlakat va avtonom rayon darajadagi g'ayri-moddiy madaniyat meroslarga kirgizilganligi, Uyg'urlarning 12 muqomi va qirg'izlarning Manas dastoni qatorliq asarlarining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Pan-Ma'rif madaniyat tashkilotining g'ayri-moddiy madaniyat meroslariga kirgizilganligi qatorliqlarni tilga olgan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso apandi bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limiga qilgan so'zida Zulayat Ismoildek amaldorlarning bundaq maqolni o'nlab, yuzlab e'lon qilsa-mu, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini yushirib qola olmaydiganligini bildirdi. Dolqin Ayso apandining qarashicha, Zulayat Ismoilning bu maqolasi hukumatning besimi yoki o'zining aktivligi bilan yozilgan bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoyning tashviqotidan boshqa narsa emas. Chunki Uyg'urlar vatan ichida hech qanday fikrni o'ttirib qo'ya olmaydi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining Londondagi ishxonasining mudiri Rayma Mahmud xonimmi bu fikrni ilgari surib, Xitoyda yashayotgan Uyg'urlarning faqat Xitoydan qochib chiqqandala o'zining haqiqiy ovozini anglata oladiganligini bildirdi. Pan madaniyat tashkilotining Uyg'ur madaniyatini qo'g'dab qilishda hech qanday rol o'ynamaganligini, Xitoyning yanada Uyg'ur madaniyatini vayron qilishga, bu madaniyatning qo'g'duvchilari bo'lgan ziyolilarni yo'qotishga urinib kelganligini bildirdi. Rayma Mahmud xonimning qarashicha, Uyg'urlarning tilini yo'qotayotgan Xitoy hargiz ularning madaniyatini qo'g'damaydi. Chunki Uyg'ur tili, Uyg'ur millati va Uyg'ur madaniyatining tub asosi. Zulayat Ismoil mazkur maqolasida faqat Шинжаңda yashayotganlarla bu yerdagi kishilik huquq ahvoli haqida gap qilishga eng haqliq deyish orqali o'zini ma'lum nuqtada Uyg'urlarning vakili sifatida ko'rsatgan. Undaqda u haqiqatan Uyg'urlarga vakillik qila olamdi. Uyg'urlar o'z makonida Xitoyning zulmiga qarshi haqiqatni so'zlay olamdi. Agar undaq bo'lmasa, Uyg'urlarning haqiqiy ovoziga vakillik qila oladiganlar kimlar? Dolqin Ayso apandi bu haqda to'xtalib, Zulayat Ismoil hatto erkin Tunyozlarmi Uyg'urlarga asla vakillik qila olmaydi. Uyg'urlarning haqiqiy ovozi faqat Xitoyning ashaddiy zulmi va bisimidan qutulgan shaxs va tashkilotlarimizdan chiqadi deb ko'rsatdi. Germaniya avtomobil guruhi Volkswagenning talash tortishda qolgan Urumchidagi zavodida buningdan keyin avtomobil ishlab chiqarilmaydiganligini, lekin zavodni taqimay bu zavodni avtomobillarni sinab qiladigan nuqtaga aylantirganligini e'lon qilishi uzun yillardan buyon mazkur zavodning butunlay taqilishini talab qilib kelgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining kuchli noroziligini qo'zg'adi.
Ma'lum bo'lishicha, Volkswagenning Urumchidagi zavodi 2013-yili qurilgandan beri har yili 50 mingga yaqin avtomobil ishlab chiqarib kelgan edi. Wall Street Journal gazetining 2 mart kuni oshkorlashicha, Volkswagen guruhi o'zining Urumchidagi zavodining buningdan keyin avtomobil ishlab chiqarmaydiganligini, lekin buning o'rniga har yili Xitoyning sharqidagi zavodlarda qurashtirilgan 10 mingga yaqin avtomobilning Urumchidagi zavodiga avatilib, bu zavod avtomobillarining zapchas va elektr sistemasi sinov qilinganligi, ondan rayonda bozorga silinganligini aytgan. Halbuki Volkswagen guruhining bu qarori Dunyo qurultiyi va kishilik huquq tashkilotlari tomonidan hech qanday ilgirlash hisoblanmaydi deb qaralmoqda. Germaniyadagi xatar ostidagi xalqlar tashkiloti bu haqda e'lon qilgan bayonotida irqiy qirg'inchilik bo'layotgan bir rayonda zavod qurib, avtomobil ishlab chiqarishning bu jinoyatga sherik bo'lganligi hisoblanganligini bildirdi. Germaniya bosh ministri Olaf Scholz Xitoyni ogohlantirib, agar Xitoy Rossiyani Ukrainaga urush uchun Moskvani qurol bilan ta'minlasa, buning oqibati yomon bo'lganligini bildirgan. Olaf Scholz Amerika va Angliyadan keyin Xitoyni Rossiyaning Ukraina urushi uchun Moskvani qurol bilan ta'minlamaslik, agar ta'minlasa buning og'ir oqibati bo'lganligi to'g'risida ogohlantirgan g'arb davlatlarining biri bo'ldi. Lekin Olaf Scholzning aytishicha, u Beijingning Rossiyani qurol bilan ta'minlashdan o'zini qochiradiganligiga umidvor qaraydi ekan. Olaf Scholz bu so'zlarni 5 mart yakshanba kuni Amerika ismli xabarlar tori CNN'da e'lon qilingan suhbatda aytgan. Birlashma agentlikning bildirishicha, Olaf Scholz Xitoy qartilgan bu ogohlantirishni Amerika prezidenti Joe Biden bilan Washingtonda ko'rishib 2 kundan keyin e'lon qilgan. Scholz prezident Biden bilan 2 mart kuni Oqsaroyda o'tkazgan axborot yig'inida G'arb ittifoqdoshlarining Ukrainani urush qanchalik davomlasin qat'iy qo'llaydiganligini aytgan. Lekin axborot yig'inida har ikki taraf Xitoyni tilga olmagan edi. Birlashma agentlikning bildirishicha, Olaf Scholz 5 mart CNN'da agar Xitoy Rossiyaga yordam qilsa, qanday jazoga uchraydiganligi haqidagi bir savolga mundaq degan. Meningcha buning oqibati bo'ladi. Lekin biz hozir bu ishning yuz bermasligini aniq o'tirib qo'yish bosqichida turyapmiz. Men bu masalada bizning talabimizning muvaffaqiyatli bo'lganligiga nisbatan umidvor qarayman. Ammo biz cho'qim diqqat qilishimiz va nihoyat ehtiyotchan bo'lishimiz kerak. Holbuki Olaf Scholz Xitoyning Rossiyaga qurol yordam qilsa qanday oqibatga uchraydiganligi va nimalarning qattiq ehtiyotchan bo'lish kerakligini tilga olmagan. Germaniya Yevropa ittifoqining eng chong iqtisodiy gavdasi bo'lib, Xitoy uning eng chong savdo sherikidir. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutma. Allohga omonat.